Blackpinknikiga o'xshagan lab bo'yashni o'rganamiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugun men sizlarga Koreyaning idollarning meykaplarida ishlatiladigan, menga aynan Koreya vizajistlari o'rgatgan buni. Bizga kerak bo'ladi 2 xil tint, Trument'dan mat uyusi 11 bilan 13 raqamlari. O'zimiz yoqtirgan blesk menda bu diyor va namlantiradigan lipstik xohlaganimiz u ham diyordan. Xo'p, birinchi navbatda labimizni yaxshilab namlantirib olamiz. Namlantirib olganimizdan keyin 2 xil. Birinchi navbatda 13 rangisini, shu rang uchtasini полностью labimizga qo'yib olamiz. Yaxshilab qo'yib olganimizdan keyin bu yerda 11-rangini aynan labimizni ichki qismiga qo'yamiz. Asta. Juda ham ko'p qo'ya olmaymiz, chunki o'xshamay qolishi mumkin. Va ustidan blesk. Mana shu rangga tushdi, rang blesk. Ana, ko'rib turganlaringizdek koreyskiy idollarni qo'yadigan omadalardan.